yangiliklar kelgan. Juda ham ko'p, to'g'rimi Bekzod? Bu ham bor, yangi. Bunaqa yangiliklar bor. Kostyum farfordan qilingan. Bu hammasi qo'l mehnati, prosta tak emas. Qo'l bilan qilingan. Keyin buni oqi ham bor, xuddi shunaqa o'ziniki, o'zida bo'ladi. Bunaqa tarelkalari ham bor, zavtraqlarga, choy pitsalarga. Uyda tursa o'sha kayfiyat ham ochiladi. Hozir kuz faslida bilasizlar, dasturxonga nima qo'ysang hamma ranglar, hamma shakllar chiroyli ketaveradi, chunki ovqatlarimiz kuzda baquvvat bo'la boshlaydi. Ya'ni go'sht mahsulotlari, zelen mahsulotlari pishti bo'lgan eng hozirgi sezon eng pishti qovoq chiqadi. Qovoq chiqadi. Ana rangli bo'lib turadigan dasturxonga zo'r idishlar kelgan. Bular hammasi juda ham приемлемый posuda. O'zini kачествоsi uchun men hali bunaqa posuda do'konga olib kelmaganmiz. Zali bunaqasini topmaganmiz ham. Bu yerdan foyda ham yo'q. Bu prosta shunchaki bizaga katta firma bilan ishlashimiz uchun birinchi kirish qismi edi. Kirish qismi edi. Da, bilasizlarmi? O'zini pulidan 10 barobar ko'proq arziydigan set. Da. O'zi mana buni turishi, buni pulidan qimmat turadi. To'g'risi. Chunki bu 6 kishilik katta servis, hamma narsasi baland. Zavtrak uchun bilasizlar qanaqa? Zavtrak, ужин, bay-bayu. Mana qarang, chashkasini sevdim men buni. O, prям appetitini ochib yuboradi. Bugun o'zida tortda sotib olasiz shunda. Dostlar. Buni xuddi shuni oqi ham bor. Kimdir oilasi katta bo'ladi-da. Va 12 kishilik servis bir xil bo'ladimi deydi. Masalan, hozir возможность bor bunaqa olishingizga. Bitta dasturxon ustiga bunaqa ishlatsangiz bo'ladi. Uyda kamchilik bo'lganda xohlasangiz buni o'zini, xohlasangiz buni o'zini, ya'ni zerikmasdan mazza qilib ishlatasizlar. Qahvalarga, atkan choylarga, atkan choy ichadigan, yaxshi ko'radiganlar bormi? Sutli choyni. Bor. Hamma yaxshi ko'radi, ko'pchilik. Tea with milk. With milk, yeah. With milk. Karakter. Karakter. Вот, buni oqi bor, xuddi shunaqa setda va bu yerda yana bitta bu set bor, juda ham chiroyli, nozik ishlangan. Bilasizlarmi, bu-chi vintajniy stilda qilib ishlangan. Buni anaqasini qarasangiz, xumo qushi ham bor Mamutda. Xumo qushi qilib qo'ygan, buni vintaj qilgan. Bu ayni ichayotganingizda uyut sozdavать qilish uchun. Ya'ni yoqimli, mehr, muhabbatli, yoshlikdagi bezabotni hech narsaga sen javobgarlik bo'lmagan paytingni yashab bitta xotirlab olasan. Ana shu his-tuyg'ular bilan choy ichiladi. Va bilib qo'yinglar, bitta narsani yana bilinglar. Zavtrakda umuman har paytda nimani his qilyapsiz? Qimmatmi, arzonmi, ko'pmi, kammi, shirinmi, mazalimi? Yo'q. Siz nimani his qilyapsiz mana shuni ichayotgan paytda? Ana shu his-tuyg'ular bilan kuningizni boshlasangiz, kuningiz juda ham samarali bo'ladi va ana shunaqa mehr-muhabbatli bo'ladi. Narsaga qarab biz o'zgarmaymiz, biz hislarimiz bilan mana shunaqa o'zgarib hayotimizni oldi sari yana intilib ketaveramiz. Serisi bor. Bunisi ham bor ekan yana mana. Kelib o'tirib turing. Bunisi ham bor ekan. Va shu 3 ta set qilsanglar ham bo'ladi. Bitta. Bundan почти qolmadi. Juda ham ko'pchilik mijozlar. Потому что это да, очень нежный ekan. Bundan qolmadimi? Bir dona qolgan, u ham под вопрос turibdi. Oqi ham bor, bu vintaj, adashmasam. Bu vintaj bo'lib hamki, vintaj stil, lekin har zamonda kerak bo'ladigan anjom deydimi? O'rin, anjom, o'rin. Bu endi buni shart emas, buni sevasizlar, hammanglar bilaman. Yaxshi ko'rasizlar, sevasizlar, bilasizlar. Bu limonnilar, ayniqsa mana shu ayollar buni menimcha ko'p ham dasturxonga ziynat beradiganlarimizni uchirtirib yuborishdi. Bunga ham reklama kerak emas.